Abdurahim Ötkürning Şinjan Xalq Nəşriyyatı tərəfindən nəşr qılınğan Uyg'ongan Zimin nomli 2 qismlik tarixiy romanining birinchi qismining davomini anglatamiz. Bu yer yutqurlarning zulmidan qutuladigan ish bo'lsa, baratmi jangi barg'ay. Men bu yolg'iz o'g'limni o'lkaga tutdim. Valla qurib kesib, sizga vaqtning keragi yo'q. Haydi o'g'li, yomonlikdan o'zingga hamroh bo'lg'ay. Sensa qo'lingni qonga palturmoqchi ekansan-da. Aytinglar-chi, endi qanday qilamiz? Bularning qala harvisida to'shqon tutilganligini unutib qopti u go'vat. Tömür akamning qabrisiga qarab baqib ekan. U qabridan hilimi daryo hasrat nadomat yoshlari ikki turibdi. Yig'idan qichib yiqilib o'lguncha maydonda erishib o'lgan yaxshi. Men bir tomchi qiynib qog'ich so'qishiman. Dushmanga al bo'ladigan xo'jin yo'q. Chexi onasining qornidan yerga tushmadi. Odatda yoshlarga sallab kep qiladigan hoji ixtiyorsiz holda o'zlarni bir yerda ko'rganda qilaman-ku deb tashladi. Yigit gapsiz qilmay beshidagi kiygiz qoltiqini ilaverdi. Uning churim-churim qilib tugib olgan qo'yi qo'ng'ir sochlari atiganlik shafaq nurida yaltirab turibdi. Mirimlargan ko'zlarini chekchaytib temirqab qoldi. Hoji uchun endi hech qanday izohatning lozimi qolmadi. Shuning uchun u yursalar deb uni boshqa bir kiygiz uy tarafga boshladi. Mirimlarganmi tinsiz ularga ergashdi. Bu kiygiz uy oldida bir necha ayol kishi oldirab tenab jangchilarga atiganlik choy rastlab o'tdi. Ular qarorgohdagilarga g'iza tomoq qilib berish uchun yuqorqi mahalla, ya'ni hojining mahallasidan pidoi bo'lib kelgan ayollar edi. O'zlar bu oilalar bilan mushu uyda turib tursalar. Mana sizlarga yana bir hamroh keldi. Hoji aka, men hech nimani uqolmayapman. Dedi Mirimlargan ayollarning yenidan qaytib kelibdi. Hoji Mirimlarganning mo'risiga qo'lini tashlab, bu ayolning tarjima holi bilan echinishliq sarguzashtini. Amdilikda zolimlardan qisos ilish niyatida qo'zg'olonchilar sepiga pidoi bo'lib kirish uchun bu yerga kelganligini. Uning ayollar ichidan chiqqan o'qimishliq juvon bo'lib, boyiqi xatni beyit bilan yozganligini qisqacha so'zlab berdi. Ammo xatda muhabbat izhor qilinganligi to'g'risida gap so'z qilmadi. Yo taqsir, olam xoli emas degan rost gapgan-ku. Mazlum haq ichida she'r putalaydigan mundoq bir mulla ayolni ko'rganim mushu. Bizning aramizda mushundoq mulla ayolning bo'lganligi tomashali yaxshi ish bo'ldi. Ammo bu guval tul xotinkan. Uning ustiga o'zi yosh, mehri issiq, ko'zga yaqin juvon ko'rinadi. Bu tarafini qanday qilurmiz? Murod, sendan gap yo'shirsan bo'lmaydi. Ukam, qiyna o'ltir. Dedi hoji sipoyi kulib. Ondan yanchuqidan yiliqi xatni chiqarib o'qib berdi va o'zining uningga nikohlanish ra'yini bildirdi. Xo'shara, mening ko'nglimdagi tugish bu yeshildi. Mo'shundoq bo'ladigan bo'lsa, bu xinim o'zlarining qo'llariga qo'l, putlariga put bo'lg'idak. Xudoyim maqsadlarga yetkizgay. Ammo da Qamarxon oila opam to'qimni qorniga ilib qo'pirmikin? Xudoning buyrug'ini ko'rurmiz. Qarorgohning shuningdan keyingi bir haftalik turmushi bir tarafdan parcha-purat jang harakatlari bilan, yana bir tarafdan ikki ayolning hamrohligida Xalchxonni ota-onasining teshiga opirib roziligini elish, nikoh o'qitib ko'chirib kelish, uningga ayrim uy tikib berish bilan o'tdi. Xalchxonning talabi bo'yicha nikoh rasmiyatidan bo'lak hech qanday to'y dog'dug'isi qilinmadi.
Qamarxon oila bo'lsa, shu kunila o'z uyini ikki tugiga ortib, ko'z yoshlari bilan yuqorqi mahallaga yomonlab ketdi. Bu ish hammaning ko'nglini suv yig'i ichib olgandek xash qilib turganda, To'xniyoz zo'r hojining yuziga mundoq dedi. Abduniyoz xotinining sizgan siziqidan chiqolmay, el yurtni tashlab ketdi. Hammamiz qon kechayotgan mushundoq kunlarda o'zlar xotin ustiga xotin ilyotdilar. Zodi hech qaysiriga ishongil bo'lmaydi ekan. Sen nimani biletding? Islom shariatida urush kunlari xotin ilish harom degan fatvo yo'q og'ayna. Ey hojim, o'zlar yo'lchilli bir odamjimi? Ba'zi taraflarni demisan? Atrofdagilar bu masalada To'xniyoz bilan hojining qaysi haq, qaysi nohaqligiga hukm qila olmagandek jim qarshib turibdi. Xalchxon bo'lsa, hech nimaga parvo qilmagandek o'z uyini tutib, uy ishlaridan bo'shagan chaqlarida bu qitimga qo'zg'alan kunlarda ko'rgan bilganlarni xotira qilib yezish. Oqshomlari Gulxon tuvida hoji va uning yigitlariga shohnomidan hikoyalar aytib berish bilan shug'ullanadi. U bu yerdan hojining nomiga kelgan xatlarga javob yozishmi uning ishi edi. Shuningdan boshlab hammaylar uni Xalicha xonim deb ataydigan bo'ldi. Bir kuni u kir yeyotganda o'shir kanto asta kelib salom berdi-da, yerdan ustun qaramay turib, meni apo qilsizlar xonim. Shu kuni chaqchaq qildim deb o'zlarining oldinlarida sat ish qilibman. Hay, mening bu tuvuqi yo'q og'zimni-za. Bundan keyin kimga bo'lmasin undaq bo'lmag'ir gaplarni qilmasangiz bo'ldi. Put yugurga ashqa, eg'iz yugurga boshqa degan gap emasmi? Shu oqshimi Xalcha xonim hojiga qarab, "Ata yuqorqi mahallaga berib, Qamarxon oilamga salom berib kelaymikin?" Ozarga kelirsizmikin? Biroq Atsi tong suzilib, tog' cho'qilari ochiq ko'rinishga boshlaganda, zambaraklar gumburlab, qarorgoh istidak ichida qoldi. Ikki kigiz uy paxtadek titilib ketdi. Havoda pulanglab yurgan kigiz parchalari bilan yog'och kargilar orasida odamlarning uzib tashlangan put qo'llari ko'rinib qoladi. Shu orada soy tarafdan otliq va piyoda cheriklar o'radab kelishga boshladi. Kelisha lo'modila, kelisha! Deb varqirda hoji ko'nglakchan peti bir qo'ram tosh tuvida pilimotning takkisini besib o'tdi. Chechilib yotgan qo'y padisiga o'xshash toshlarning tuvida o'q yomg'irlari yig'ishga boshladi. Birdamlik qattiq etishvozlikdan keyin cheriklar bir muncha jasadlarni qoldirib chekinib ketdi. Shuningdan keyin hojimu qarorgohni darhol jilg'i ichiga ko'chirib oldi. Cheriklar osmon palak tog'lar orasiga joylashgan bu egri bugri tor jilg'iga kirishga petinolmadi. Hojimu jilg'idan chiqishga jur'at qilolmadi. Shundoq qilib, bu taraflarda o'q ovozlari anglanmay, jimjitlik hukm surgandek bo'lib o'tadi. Mana shu jimjitlik hukm surgan kunlarda yana kutmagan voqealar yuz berib qoldi. 16-bob Bosh egmas tog'lar. Bulbuldurman, lekin guloqtur joyim. Ko'shtim kul irur, chamanimdur o't. Manzilim quyundur, vatanimdur o't. Men bilan sodida unutma buni. Matoyim tutundur, dukunimdur o't. Sayyida Nasabi. Bir kuni Sali turgan 4 yigiti bilan hojining qarorgohiga ot choptirib keldi. U nihoyatda xafa ko'rinadi. Dasturxon ustidagi uzun qisqa gaplardan ma'lum bo'ldiki, cheriklar uni hojiga o'xshash tog' ichiga qopsab qo'yibdi. Yelitilla ochliq va o'q to'ridan qisilishga boshlabdi. Uning ustiga Yusuf taydi uni Bag'dodga chaqirib, g'alati gaplarni qilibdi va hojiga xat avatibdi. Mana xat. Hoji xatni o'qishga boshladi. Xatning asosiy qismida mundoq deyilgan edi. Ahvol ig'ir. Uzunga qolmay, unchi marjon tosh ishgan, orpa bug'doy osh ishgan deydigan kunlarga qoladigan o'xshaymiz. Bag'dod tarafga qechib chiqqanlarning xeli ko'pi o'z makonlariga qaytdi. Boshqa tog'lardimi shundoq bo'lib o'tibdimish. Hammadan yomon bo'g'ini Abdun Yazmirab elni tashlab, Majuningning qishig'i berib oldi.
ishtim bo'lgan qurbonlikqa yaramas deb, yo'lbos niyatini texmi buzib, qo'rayda o'zi bey, o'zi xon bo'lib oldi. Qozoqlar Borko'l tog'lari orqali Oltoy tarafga ketishning taraddudini qilyotgandak. Bizning erkin oynoq shahzodimiz Bashir bo'lsa, eshak o'lib olsa, bir nimasi g'ijak tortibdi degandek, kech-kunduz kayib sopa, aysh ishrat bilan band. Solih Durg'uning aytishicha, polgonlarning qo'lida 4-5 tavlili o'q qopdimish. Sizning polgonlaringizdimi ahvol shundoqdir deb o'ylab qoldim. Bundaq ahvolda necha minglagan cherikka qandoqmi taqobil turg'ili bo'lsin. Solih Durg'u bilan ikkinglar ming tipirlagan bilanmi bir ish chiqadigandak emas. Hosil kalam, o'tgangi salovat deyishga rozi bo'lsa, cheriklar bilan yarashsaqmikin deyman. Buningdan boshqa yo'l yo'qdek qiladi. Bechora Qumul xalqining peshonasiga putilgini shu o'xshaydi. Vallohu a'lam bis-savob. Hoji xatni o'qib bo'lib, zarda bilan kigiz ustiga tashlavatdi. Ammo o'ziga tikilib o'ltirgan To'xniya zo'r bilan Mirul Marganga ko'zi tushgach, "Bu lozim gaplarni sizlarni anglab qilinglar", dedi-da, xatni qo'liga elib ularga o'qib berdi. To'xniya zo'r bir necha kun burun o'zining mijoz xulqi bo'yicha Xalicham xinim to'g'risida hojiga bir oz qattiq gap qilib qo'ygandan buyon atrofdagilar endi bu odam hojining ko'ziga sat ko'rinib qolmag'aydi degan andishalarda bo'lgan edi. Biroq shu kundan boshlab hoji uni yoqtirib qoldi cheg'i pat-patlan yeniga chaqirtib kelib gapga soladigan. G'izo tomoqni uning bilan birga yeydigan. Hatto ba'zi ishlarda uningdan nasihat so'raydigan bo'lib qolgan edi. Bugun mu Solih Durg'ular kelganda To'xniya zo'r hojining kigiz uyida edi. U boyiqi xatni anglab bo'lgandan keyin hojidan gap kutib turmayla. Bu bovoy rostila tuzsanmagan o'mashdek lozim gaplarni qildi-ku. Daryo oqqan qonlarimiz bekor ketgidekmi? O'zlar nimadilar? Men nima deydim? Cheriklar bilan yarashadigan xiyollari bo'lsa, o'zlar yarashivasizlar. O'zlarga hech gap yo'q. Tajribalik mansibi qo'llaridan ketornaydi. Ammo menda Janjisa bilan birer yuz cherikning xuni bor. Men xunni to'lab bo'la olmayman dedim. Ho'shara. O'g'il bolada gap qildilar. So'pa Margan bu bag xo'jalarda ishonch yo'q deb to'g'ri aytib ekan. Hilitillah bili bo'shib ketibdi. Yusuf Tajidak odamning qilgan gapini qaramam degan. O'tganga salovat qilsimish dexe. Bularning kala harvisida to'shqon tutilganligini unutib qopti u go'val. Ishonmasa Urumchiga berib, To'mir akamning qabrisiga qarab baqib bo'pti ekan. U qabridan hilimi daryo hasrat nadomat yoshlari yiqib turibdi. Hojining keyingi gaplari hammalarning xiyolini To'mir xalto fojiasiga boshlab ketdi chig'i uyning ichi jimjit bo'lib qoldi. Xo'sh, hojim. Endi qandoq qilg'uloq? Dedi Solih Durg'a taqatsizlanib. Shu topda uning shalon kelgan siriq soqoli titrab, ko'kish ko'zlari g'azablangan mushukning ko'zlariga o'xshash parqirayotgandek ko'rinadi. Yigit so'zidan, yo'lbos izidan yonmas. Men bir tomchi qinim qog'ich so'qishiman. Dushmanga al bo'ladigan Xo'janiyaz. Texi onasining qornidan yerga tushmadi. O'g'o shundoq. Ammo o'q bilan ochliqni qandoq qilamiz? Biz o'q to'ridan baqisilib ketdik. Hozircha bani tan ko'rimiz. Polgonlarga ayt. Har biri 5 taldan o'q bersin. Shundaqda bir necha yuzdan o'q chiqib qoladi. Angacha Azroilmi o'q oltisi ig'ir cheriklardan 1-200 ni boshlab kelur deyman. To'xniya zo'r gap qistirib mundaq dedi. Soqolga yepishgan ko'pda qo'rsoq to'ymabdi. Atki quyruqdan bugungi o'pka afzal. Yaxshisi, ro'za ustini ish qisalayli. Qaysi ro'za usta? To'xniya zo'r ro'za ustini tafsiliy tunishtirishga boshladi. Ma'lum bo'ldiki, bu odam Mehribonu Chingvang zamonasida Kuchadan Qumulga ko'chirib kelingan Miskar Hoshim ustaning o'g'li ekan. Hoshim usta To'mir xalpi yig'ilqiga qatnashganligi uchun Shamaqsut tarafidan butun oilasi bilan nomga palangan. Shu yerda qazo topgan. Keyin ro'za usta nomdan Ariturga qaytib, ot kasbini davomlashtirgan. Biroq Abduniyaz Mirabning ko'ziga set ko'rinib qolg'achqa,
boy degan yerga ko'chib ketib, bir yoqdan ovchilik qilsa, bir yoqdan qora miltiqning o'q pistonlarini yasab setib, shuning bilan tirikchilik qilgan. Keyincha gang miltiqlarining o'qlarini yasay oladigan bo'lgan. U degan 10 qo'li 10 gul odam. Azroq mis bilan quruq pugatib vaz bo'ldi. Pistonni o'z yasab qo'g'ishindan o'qi yo'q birdandili tayyor qildi. Sim tanapning simi bilan 5 atar o'qini yasaganni o'z ko'zim bilan ko'rdim. Sim bilan mis qotipilar. Nurg'un o'q yasashda miltiq to'g'risini nadin topirmiz. Abduniyozning uyda cheriklardan o'ljagan nechiton miltiq to'g'risi turmamdi. Ma'qul desilar, bugunla ro'za ustining qishig'i mangaman. O mundaq ishlarga jinnini pido qiladigan odam. Hammaylar xushal bo'lib, To'xniya so'rni shu kunili yo'lga soldi. Atsi Sali Durga oji bergan o'qlarni elib yo'lga chiqay deb turganda, chorlug'uchi yigitlar Urumchi tarafdan kelgan 3 otliqni boshlab keldi. Qora movut palto bilan zig'irang qilin shilapa kiyib olgan oq yuzli kishi otdan tushayotgan chig'ida oji uni bir qarab tunib oldi. Bu Maqsud Muhiti edi. Uning mundaq tuyuqsiz kelib qolganligi hojini hayron qoldirdi. Bu ikkilarning qizg'in quchoqlashib ko'z yoshlari bilan namlangan manzillarni bir-biriga yiqib ko'rishlari atrofda qarab turganlarni texma hayron qoldirdi. Maqsud Muhiti Sali Durga degan ismni anglab, uning bilan yenishlab quchoqlashdi. O'z navbatida Maqsud Muhitining hamrohlari hojiga chunqur ehtirom bildirib ko'rishdi. Ularning biri ko'ni sokni palshopka, beshig'i quloqcha, putig'i o'tik kiyib olgan, o'ruqroq, chaqqan bir yigit bo'lib, yana biri malli chekman to'n ustidan belini mahkam bog'lab olgan egiz bo'yliq, sirq soqol odam edi. Keyin Maqsud Muhiti uni Ovchi Habibul deb tanishtirdi. O'zini mushu kishining tog' orsidagi so'qmoq yo'llar bilan Turpandan bu yerga 3 kundalik yetkazib kelganligini aytdi. Yiliqi yigitni bo'lsa Yusuf apandi deb tanishtirdi. Shu kuni hojining mehmonxona qilgan kigiz uyida yarim kechagacha chiroq o'chmadi. Merul Margan Maqsud Muhitining hamrohlarini jangchi yigitlarning qishig'iga joylashtirib qo'yib, o'zi mehmon kutish bilan mashg'ul edi. Yandagi kigiz uyda bo'lsa, Xaricha xonim qozon qumish ishlari bilan band edi. Bir necha soatlik suhbat davomida bu qitimqi qo'zg'olonning Urumchi, Turpan va boshqa joylarga ko'rsatayotgan ta'siri, xalq ommasining bu qo'zg'olondan kutayotgan umidlari, hatto ichkiri o'zgalar bilan ba'zi chet ellardagi matbuotlarning bu qo'zg'olonga diqqat qilayotganligi ustida bir muncha gaplarni qildi. Majunning ketgandan keyingi ahvollar to'g'riliq gap boshlaganda hoji "Mana, buni o'qib baqsala" deb Yusuf Taydining yiliqi xatini Maqsud Muhitiga berdi. Maqsud Muhiti xatni diqqat bilan o'qib chiqib mundoq dedi: "Man dal mushu ish uchun keldim. Jinshurin Urumchidan cho'ng qo'shin mangdirgandan keyin Tohirbek boshliq hammamiz qattiq qayg'urdik. Ammo yana bir tarafdan Qumul xalqining Po'latdek qattiq inqilobiy irodasiga, jumladan Majunginga ishongan edik. Majunginga ishinib xato qilgan kimmiz? Endi bo'lg'uliq bo'ldi. Har qaysilarining Yusuf Tayjining fikriga qo'shilmaganliklariga tashakkur etaman. Har birlaridagi yo'lboshchilarga ega qahramon Qumul xalqi cho'qim g'alaba qiladi. Lekin Qumuldagi dushmanlar kuch jihatdan mutlaq ustunlikda turgan hozirgi ahvolda chatning yordami bo'lmasa, bu ishni bir boshqa ilib chiqmoq tas. Kimdan yordam so'raymiz? Agar bu inqilob Oltoy, Cho'chak, Ili taraflarda bo'lgan bo'lsa, Sovet ittifoqidan yordam so'rsak bo'ladi. Sovet ittifoqining dohiysi Lenin degan kishi hayot chig'ida dunyodagi barliq izilgan millatlarning ozodlik ishlariga yordam beramiz degan va bu va'dasiga amal qilgan. Sovet hukumati Leninning vafotidan keyin bu shiorga bir xilda amal qilmoqda. Endi o'zimizga kelsak, Qumul Sovet ittifoqiga chigirdosh emas. Yordamga kiradigan yer yo'q. Qumul tashqi Mo'ng'ulga chigirdosh. Undaq bo'lgan ekan, biz yordamni tashqi Mo'ng'uldan olsak bo'ladi.
Tashqi Mo'ng'ul yordam berishni xohlamdi. Albatta xohlaydi. Buning sababi shuki, Mo'ng'ulmi Leninning yo'lini tutgan. Mo'ng'ul xalqimi burun bizga o'xshash ko'p ezilgan xalq. Dardnimi dardman bilur, og'riqnimi tortgan deb, ular bizning dardimizga yetadi. Ularni do'st tutsak bo'ladi. Bu deganlar to'g'ri. Mo'ng'ullar do'stlikka yaraydigan xalq. Mening Mo'ng'ullardan jon do'stlarim borligini bildilar. Ammo tashqi Mo'ng'ulga kelsak, ularni dinga qarshi deb anglagan edim. Bizning dinimizgami shunday qilirmi? Bu boshqa gap. Mening bilishimcha, tashqi Mo'ng'ulda inqilob bo'lganda, ba'zilar dinni qo'ral qilib inqilobga buzg'unchilik qilgan. Tashqi Mo'ng'ul hukumatı shundoqlarni jazolagan. Buning bizning dinimiz bilan qilcha aloqasi yo'q. Uni desalar, biz bir din qarindosh deb islom bayrog'ini ko'zi ko'zon qilgan Majuningdan bizga nima vafo keldi? To'g'ri, Maqsud boy to'g'ri gap qildi. Eliqi to'qsin po'ginmi musulmon emasmidi, ha? O badbaxt masjidda namoz o'qib o'tib, o'zlariga xanjar urmoqchi bo'ldi-ku. Buni unutib qoldilarmi, hojim? Majunning bilan to'qsin po'gan to'g'risidagi bu ochiq xotiralar hojining ko'ngil yarsig'i tuz sepgandek tuyuldi. Chig'i uning salopatli chiroyi bulutliq osmondek tutilib, dugulak ko'zlari ixtiyorsiz yumildi. Rost. Din va millat degan so'zlar yaxshi yomonlikning qo'shqisi bo'la olmaydi ekan. Odam degan xomsut emgan nima? Shuncha ishlarni ko'rib turib, ba'zida astag'firullah. Xayr, bu gapni qo'yaylik. Tashqi Mo'ng'uldan yordam so'rasak, qaysi yo'l bilan so'raymiz? Buningdan xotirjam bo'lsalar, biz Urumchida hamma ishni to'g'rilab qo'ygan. O'zingga qolmay tashqi Mo'ng'uldan oldilariga vakil keladi. Ular yordam to'g'risida har qaysilari bilan suhbatlashadi. Shu chaqda yoqda turib olmasalar jumo. Kigiz uyini yeni kulka ovozi qopladi. Hoji boyadan beri Mo'ng'ul degan so'zning necha qitim takrorlanishi bilan Bo'rtaladagi Mo'ng'ul do'sti Erdinbatni esiga oldi bo'lg'ay, kigiz uyning kargisiga esig'liq turgan yiliqi Mo'ng'ul qamchisiga qarab jim bo'lib qoldi. Maqsud muhiti chaqchaq qilib, bu qamchini har ko'rganda bechora Bo'rta Nochinmo yodilariga keladigan-da, ha? Hammaylan kulishdi. Ondan tashqi Mo'ng'ul vakillari kelishdan burun hamma tog'larning to'rg'illariga, jumladan Bashir bilan yo'lvosqa ahvolni uqtirib, hojining nomidan suhbatga chaqiriq yezib avatish qaroriga kelishdi. Chaqiriqning kopiyasini Maqsud muhiti yezib chiqdi. Atsi bu kopiya Xalicha xonimning qo'li bilan bir qancha nusxa ko'chirilib, choparmanlar orqali taraf-taraflarga tarqatildi. Tushlik g'izo vaqtida Maqsud muhiti Mo'ng'ul xalqi xuddi Qumul xalqiga o'xshashla feodal vanglik tuzumida uzun yillar qattiq ezilganlikdan ularning vanglik tuzumga nihoyatda qarshi ekanligini aytib, Mubada qo'zg'aloqning dastlabki kunlarda bo'lganidek, ba'zilar yana Qumul vangligini o'rniga keltiramiz deydigan gaplarni qiladigan bo'lsa, tashqi Mo'ng'ul bizga yordam bermasligi mumkin. Xotirjam bo'lsalar, mundaq gaplarga endi yo'l qo'ymaymiz. Qumul xalqi vanglikning dardini oz totmadi. Endi kim vanglikni tishlayman desa, o'zining beshini yeydi. Bugungi kunda bag'ojilar bilan ittifoq o'tishimiz zolim hukumatning zulmidan tezroq qutulish uchun bo'lgan. Shundoq emasmi turgan? Shundoq. Ilmo bu bag'ojilarda ishonch yo'q. Bashir degan haroqkashning maylichi bo'lsa, to'polondan to'qach o'g'irlab vang bo'lib og'isi bor. Lekin hojim aytgandek biz buningga hargiz yo'l qo'ymaymiz. Xinjiang va butun mamlakatning vaziyatimi buningga yo'l qo'ymaydi, dedi Maqsud muhiti. Ondan ichkiri o'lkalardagi xalq ommasining jahongirlik, feodalizm va militaristlarga qarshi yurgizayotgan inqilobiy harakatlari to'g'risida bir muncha yangiliklarni so'zlab berdi. Shu kundan boshlab vakillarni kutib olish tayyorliklari boshlanib, hojining O'rda bog'dagi tom uylari suhbat o'rni qilib belgilandi. Bog' ichiga bir necha kigiz uymi tikib qo'yildi. Suhbatga chaqirilganlar yig'ilib bo'lganda, Jamsin Dorji boshchiligidagi tashqi Mo'ng'ul vakillarmi yetib keldi. Ularni Nerinkirlik Sodiq Qo'rmal boshlab kelgan edi.
Vekillerinin arasında buğday önlük kelgen doğulak, otur yaş bir Kazak kişi bor idi. O, Maqsud muhiti bilan quchoqlashib ko'rishdi. Maqsud muhiti nihoyatda xushal bo'lib, uni hojaga Mening Rossiyada tanishgan do'stim Qosim apandi. U Ruscha va Mongolchani obdan biladi. deb tanishtirdi. Darvaqa shu soatdan boshlab Qosim apandi tarjimonlik vazifasini o'tashga kirishdi. U Uyg'urchani o'z ona tilida so'zlaydi. Mehmonlar sharifiga berilgan ziyofatlar oxiri oyoqlashib, atsi suhbat boshlanay deb qolguchilik yo'lvosning kelmayotganligi Sayib xonalarning ko'nglini g'ash qilib turadi. Hey, zade, o tazning niyati buzuq. Ay, kelmagay. To'xi chillimisimi tang etiverdi. Ondaq deganlar bilan u atila tili bilan tikan terib, yana bir tag'ar pishni chiqarishdan yanmaydi. Ishtanga chiqargan ko'ngalga tayinda u o'zining soyisidan o'rkib yurgan bo'lmasmi? Uning hojiga qilganlari ozmi? Kishilar orasida ana shunday gaplar bo'layotganda, Yo'lvosning cho'ng o'g'li Niyozbek bir qancha oylar burun Majuniyning oldiga Yo'lvosning shaxsiy vakili bo'lib Anshiga borgan yiliqi Qosim Po'gan degan odamning hamrohligida 5 muhofizatchisi bilan yetib keldi. Uning aytishicha, Yo'lvos tavi yo'q bo'lib qopdimish. Yo'lvosning ana shunday bahona bilan o'zi kelmay o'g'lini avatganligini ko'pchilik kishilar qandoqdir bir shumliqning alomati deb tushunadi. Suhbat ana shunday sharoitda boshlandi. Tamlariga gullik sadavol tutilib, silchi gilamlar silingan kang va yo'riq mehmonxonaning to'rt tarbiga tashqi Mongoldan kelganlar. Ikki qasnaqa bo'lsa, yerliklar joylashdi. Hoji Sayibxona suktida pastrak o'tirdi. O'ttirg'i silingan dasturxonda qand gizak, meva cheva va choy chinillardan boshqa narsa yo'q edi. Jamsin Dorji qilin qora so'kni pashmetining yoqsini echib o'tib, egri sapli qong'isining uchi bilan shalong burtini tarab o'tirib so'zga kirishdi. U o'z odati bo'yicha har bir jumlaning oxiriga degan bir tovushni qo'shib so'zlaydi. Uning ovozi o'zining bo'yiga yarasha bum nag'ardek bo'ng'ildab chiqadi. U Uyg'ur xalqi bilan Mongol xalqining uzoq tarixlardan buyon bir tuqqan qarindoshdek inoq va o'zaro hamdamlikda yashab, bir muncha jihatlarda taqdirdosh va qalbdosh bo'lib kelganligini. Mongol xalqining o'tmishda qatma-qat jabr zulmlar ostida barliq insoniy huquqlardan mahrum bo'lib, tasvirlab bo'lg'isiz ig'ir kunlarni ko'rganligini. Keyin Suha Batur degan kishining yo'lboshchiligida inqilob qilib, ozodlikka erishganligini aytib, mundaq deydi. Mongol xalqi Qumul Uyg'urlarning zulmga qarshi haq, adolat va erkinlik uchun boshlagan kurashini qo'llashni o'zining qarindoshlik burchi deb hisoblaydi. Shuning uchun bizning hukumatimiz sizlarga moddiy va ma'naviy yordam berishni qaror qildi. Biz shu masala ustida suhbat o'tkazish uchun keldik. Bizning shartimiz 3. Birinchi, Majuniying bilan bo'lgan aloqani uzsizlar. Ikkinchi, vanglikni o'rniga keltirish degan gaplarni qat'iy amaldan qoldirsizlar. Uchinchi, hozirgi bo'linish holatini tugitib, hammanglar ittifoq bo'lgan holda oranglardan birini boshliq saylaysizlar. Va shu kishiga bay'at qilasizlar. Biz yordamni shu kishi orqali beramiz. Boyatdan beri xuddi sinfda dars anglayotgan o'quvchilardek jim o'ltirishgan kishilar orasida g'o'dir gap boshlanib ketdi. Tamg'a yo'linib o'ltirgan yapma qapoq tashir yo'g'on gavdasini rustab, yenidagi birining qo'liga pichirlashga boshladi. Uning chekimlikdan qaridab ketgan chiroyi bo'zirib ketyapti. Bo'ynining qisqilqidan tulum chashqanga o'xshib qolgan Niyozbek Jamsin Dorjiga yer ostidan ho'miyib, tishlarini g'o'chirlatib o'ltiradi. Nayt yaxshi. Jamsin Dorji dal bizning ko'nglimiznikini aytdi. Biz buningga qo'shilamiz. To'rg'am, oldirmayroq gap qilsizlar. Biz Gasilingga yo'lanmay kimga yo'lan kerakmas? Qo'moldiki
Alt tok bilan nemish putidi. Rost aytidi. Deyishdi uning yenida o'ltirganlardan bir ikkisi. Boshqalar Niyozbekka qarshi chiqib, Majonyingning vafosizligi ustida taraf-tarafdan shikoyat boshladi. Majonying degan kim? Deb gapga aralashdi Jamson Dorji. Ondan uning tegi taktini aytgandan keyin butun Jungo xalqining beshiga ig'ir kulfatlarni selayotgan qora niyat militaristlarining biri ekanligini. Uningda Uyg'ur xalqining ozodlik harakatiga yordam berish niyatining asla yo'qligini. Uning Xinjiangga kelishi faqat o'zining yovuz nafsi uchun bo'lganligini bir muncha dalillar bilan ko'rsatib o'tib, agar Majonyingdan aloqanglarni uzmasanglar, biz hozirlik qaytib ketamiz. Yordam to'g'risida gap bo'lishi mumkin emas. Shuning bilan Niyozbek va uning tarafdorlari jim bo'lib qoldi. Boshliq saylash masalasiga kelganda, ba'zilar Bashirni, ba'zilar Yo'lvasni, ba'zilar Hojini ko'rsatdi. Talash tartish kuchayib ketdi. Oxir Jamson Dorji so'zga aralashib mundaq dedi: Uyg'ur xalqi o'zining kurashchanligi va inoq ittifoqligi bilan tarixda bir qancha sulolalarni yaratgan xalq. Mening anglashimcha, Uyg'ur degan so'zning ma'nosimi uyushgan, birlashgan degan bo'ladi ekan. Sizlar ulug' ishni boshlagan edinglar. Ammo ittifoqinglar yaxshi bo'lmay ketdi. Mana hozirmi shunda qilyapsizlar. Bunda qilsanglar ko'zlagan nishonga yetolmaysizlar. Men sizlarga bir masal aytib beray. Bir zamonlarda bir makonda yashaydigan ikki yilon bo'pti ekan. Birining beshi bir, quyruqi 1000 ekan. Yana birining beshi 1000, quyruqi 1 ekan. Kunlarning birida bu ikki yilon tor bir yo'lga kirib qopdi. Dal shu chog'da oldi tarafdan shamoldek g'uyuldab bir konka kelib qopdi. Eliqi beshi bir, quyruqi 1000 yilon darhol o'zini chetga opdi. Eliqi beshi 1000, quyruqi 1 yilonning bir beshi orqaga yenishni, bir beshi oldiga menishni, yana bir beshi yonga chatlashni ish qilib, har beshi o'z gapini qilib, talash tortish bilan bir fikirga kelanmay turganda, konka kelib, uni biroqla mijib tashlabdi. Sizlarmi ittifoqsizlik natijasida shundoq fojialik oqibatga qolmasanglar bo'ladi. Bu gap ta'sir qilib talash tortish to'xtab qoldi. Ammo ularning alfazidan hozircha bir fikrga kelanmasligi ko'rinib turadi. Maqsud Muhitning bu ahvolga qarab, bugun dam olg'ach obdanroq o'ylanib, suhbatni ati davomlashtiraylik. Taklifini qo'ydi. Bu taklif qabul qilindi. Lekin ko'pchilikning, jumladan tashqi Mo'ng'ul vakillarining ojiga moyil ekanligi bilinib qoldi. Tun pardasi olamni qoplab, hamma odam uyquga ketgan chog'da Taratiga yondosh joylashgan Qolg'ayti degan yurtning eng chat mahallasidagi bir kigiz uyda Yo'lvas o'zining o'g'li Niyozbekning qishidan kelgan Qosim Puygan bilan jiddiy paranglashib o'tirdi. Ularning ovozi shu qadar tuvan ediki, eshik tubida miltiq tutib turgan ikki muhofizatchimi ularning nima da'vatqanligini aniq anglay olmaydi. Bir hazodan keyin Qosim Puygan uydan oldirash chiqib, tuyoqlariga bir necha qat kigiz o'ralgan etiga minib, Tarati tarafga ravon bo'ldi. Kun chiqish taraf beliq bag'ridek oqirishga boshlaganda, Yo'lvas muhofizatchilarga o'zi minadigan ot bilan yana 5 otni soyda choptirib, qora targa cho'mdirib kelishni buyurdi. Chashka vaqti bilan yana suhbat boshlanib, tunugungi masala, ya'ni kimni boshliq qilish masalasi ustida amdili gap bo'layotgan vaqtida Yo'lvas 5 muhofizatchisi bilan qora targa cho'mgan otlarga minib, suhbat bo'layotgan uyning oldiga kelib to'xtadi va ma'lumotchilarning javobini kutmayla uyga kirib salom sahatdan keyin hammaylar bilan nihoyatda muloyim ko'rishib chiqdi. O'zining ozroq tumudab qolganligi sababidan dastlab o'zi kelmay o'g'lini avatganligini, keyin bu suhbatning muhimligini o'ylab, kasalligiga qaramay kechalab yo'l yurib kelganligini aytib, xuddi rost og'riq kishidek asta injiqlabmi qo'ydi. Suhbat qatnashchilari yiroqdan uning kechalab yo'l besib kelganligiga ishonib, uni bir oz orom ilib olsin degan maqsadda suhbatni tushdan keyin o'tkazadigan bo'lishdi. Tushdan keyin suhbat boshlanish bilan Maqsud Muhiti so'z boshlab mundaq dedi:
Biz Uyg'urlarda el yurtqa sardar bo'lgan odamni sarkiga o'qishtiradigan gap bor. Bu noiti joyida bo'lgan o'qishtish. Sarka layoqatli bo'lsa, poda xavf xatarga uchramaydi. Sarka layoqatsiz bo'lsa, o'zinimi, podinimi xavf xatarda qo'ydi. Sarkining layoqati uning tabiiyatiga bog'liq. Ya'ni sarkilikka yaraydigan mol sarki bo'la oladi. O'chga odatda sarkining o'rnini bosolmaydi. Bu bir. Yana biri, mening anglashimcha, yilqining har bir uyurda bir oyg'ir bo'ladi ekan. Oyg'ir o'z uyurni yirtqichlardan qo'g'daydi ekan. Hatto o'z uyuri uchun jinini pido qiladi ekan. Meni bu yerga boshlab kelgan Habibul aka yo'lda kelib o'tib, bir bo'z oyg'irning yarim kechida yilqiga tekkan bir yo'lbos bilan ilishib, uni o'ltirganligi va o'ziningmi ig'ir yaralanganligini hikoya qilib berdi. El yurtqa sardor bo'lgan odam ana shu sarkidak yo'l boshlashga layoqatli bo'lishi, qarindoshlari uchun o'sha oyg'irdak o'z jinini pido qila olishi lozim. Oramizda mushundoq odamlar bor. Gap uni tanlab olishdi qoldi. Mening deydiganim shu. Maqsud Muhitning so'ziga ulabla. Og'aylar, men ishqigiz gap qilay, dedi yo'lbos qaddini ruslab. Hammaning diqqati uningga burildi. Merul Margan o'zining yinida eshikning yon yog'iga yo'linib o'ltirgan To'xniya so'rining quliqiga Bu toz endi ishni buzadigan bo'ldi, deb pichirladi. Sali Durg'a hojining ko'ziga andishilik qarab qo'ydi. Yo'lbosning mundoq oldirib so'zlamoqchi bo'lganligiga qarab, Maqsud Muhitining chiroyi o'zgarib, yo'g'on qo'y ko'zlari hojiga tikildi. Apyon xumaridan ko'zlari yumilib ketayotgan Bashir darhol sagiklashib yo'lbosga qaradi. Hoji bo'lsa, xavfli bir narsaga duch kelgan kishidek yo'g'on mushtumlarini mahkam tugib, uningga qadalib o'ltirdi. Hurmatli radio anglag'uvchilar, yozuvchi Abdurahim O'tkirning Uyg'ongan Simin nomli tarixiy romanining birinchi qismini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atidagi programmamizda anglag'aysizlar. Qumul dehqonda inqilobining sardori Xo'janiyat hojiga muborak bo'lsin! Muborak bo'lsin! Muborak bo'lsin! Endi sen xalqning to'qusini kontrolmoqchimi? yo'qsa, yo'g'an jangjonlar bilan do'taylarni da'vat qilaman.